Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy a'zolari. Bugungi videomiz ayniqsa siz, hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun juda ham muhim va dolzarb masalaga bag'ishlangan. Agar siz nafaqangizni bank kartasi olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa va ularning kartalaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, demak, ushbu video aynan siz uchun yaratilgan. Bugun biz muhim o'zgarishlar haqida so'z yuritamiz. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Chunki bu sizning moliyaviy xavfsizligingiz va qonuniy huquqlaringiz bilan bog'liq. Ishonchim komilki, bu videomiz sizga juda foydali bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Keling, kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Keling, avvalo vaziyat qanday bo'lganini eslab olsak. Ilgari ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz uchun nafaqa olish jarayoni ancha sodda edi. Naqd pulda nafaqa oladiganlar belgilangan vaqtda pochta bo'limiga borib yoki pochta xodimlari uyga olib kelganda o'z pullarini olib kelishardi. Bank kartasiga oladiganlar esa o'z plastik kartalariga o'tgan nafaqani bemalol ishlatishlari mumkin edi. Ko'pchilikning bank kartalari bir necha xonadon a'zosi, masalan, o'g'il yoki qiz tomonidan kundalik ehtiyojlar uchun ishlatilardi. Nafaqaxo'rning roziligi bilan ular do'konlarda to'lovlarni amalga oshirar, bankomatlardan naqd pul yechib olar yoki boshqa kartlarga o'tkazmalar qilardi. Banklar bu holatlarga kamdan kam hollarda e'tibor qaratardi. Chunki bu keng tarqalgan amaliyot edi va moliyaviy monitoring tizimlari bu kabi kichik ko'rinadigan operatsiyalarga chuqur kirmasdi. Asosiy e'tibor katta hajmdagi operatsiyalarga qaratilgan edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qoidalar va cheklovlar kuchga kirmoqda. Bu esa nafaqaxo'rlar va ularning kartalaridan foydalanadigan barcha shaxslar uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Davlat organlari va banklar moliyaviy operatsiyalar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaror qildilar. Bu birinchi navbatda firibgarlikning oldini olish, pul yuvishga qarshi kurashish va nafaqa mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Yangi qoidalarga ko'ra, banklar nafaqa kartalaridagi shubhali deb topilgan har qanday harakatlarni, masalan, odatiy bo'lmagan xaridlarni, g'ayrioddiy miqdordagi pul o'tkazmalarni yoki kartaning boshqa shaxs tomonidan muntazam ravishda ishlatilishini kuzatib boradi. Agar kartadagi operatsiyalar nafaqaxo'rning odatiy harakatlaridan keskin farq qilsa, bank kartani bloklashi mumkin. Bu albatta ko'pchilikka noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki ko'plab nafaqaxo'rlar texnologiyadan foydalanishda biroz qiyinchiliklarga duch kelishadi va kartani oila a'zolariga ishonib topshirishadi. Ammo endilikda bu odatiy holat emas, balki potensial xavf manbaiga aylanishi mumkin. Bu o'zgarishlar bizga moliyaviy savodxonligimizni oshirish va qoidalarga qat'iy rioya qilish zarurligini anglatadi. Asosiy qism biri, batafsil tahlil. Xo'sh, bu o'zgarishlar sizga nima beradi va kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, shuni tushunishimiz kerakki, har qanday bank kartasi, shu jumladan nafaqa kartasi ham, uning egasining mulki hisoblanadi va undagi mablag'lar faqat karta egasining shaxsiy ehtiyojlari uchun mo'ljallangan. Yangi qoidalar aynan shu tamoyilni qat'iylashtiradi. Banklar va moliyaviy nazorat organlari nafaqa kartalari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarning profilini yaratishadi. Bu profil odatda nafaqaxo'rning har oylik nafaqa miqdori, muntazam xaridlari, masalan, oziq-ovqat do'konlari, dorixonalar, kommunal to'lovlar kabi operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchidan, agar nafaqa kartangizdan muntazam ravishda sizning nomingizdan boshqa shaxs foydalanayotgan bo'lsa, xavotirlanishga asos bor. Masalan, sizning nafaqa kartangizni o'g'lingiz yoki qizingiz o'z kundalik xaridlari uchun, do'konlarda to'lov qilish uchun, bankomatdan naqd pul yechish uchun yoki boshqa shaxslarga pul o'tkazish uchun doimiy ravishda ishlatayotgan bo'lsa, bank bu holatni shubhali deb topishi mumkin. Ikkinchidan, agar sizning nafaqa kartangizga muntazam ravishda nafaqa miqdoridan ancha yuqori bo'lgan qo'shimcha mablag'lar kelib tursa, ayniqsa bu mablag'lar turli xil shaxslardan tursa, bankning diqqati tortilishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, agar sizning nafaqangiz 1 million so'm bo'lsa-yu, kartangizga har oyda 3-4 kishidan ertalab 500 ming so'm, kechqurun 700 ming so'm kabi miqdorlarda pul kelib tursa, bu xavfli signal hisoblanadi.
bu holat pul yuvish yoki noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish sifatida baholanishi mumkin. Uchinchidan, agar siz nafaqa kartangizdan doimiy ravishda xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirsangiz, masalan, kichik do'kon egalari kartangiz orqali savdo pullarini qabul qilsa yoki kartangizdan internetda qandaydir mahsulotlar sotish uchun foydalanilsa, bu ham cheklovlarga sabab bo'lishi mumkin. Bank nafaqa kartasini tadbirkorlik faoliyati uchun ishlatishni qat'iy taqiqlaydi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, bu Lola va uning nabirasi. 18 yoshli Lola bu nafaqasini har oyda 1.200.000 so'm miqdorida bank kartasiga oladi. Uning nabirasi Jamshid har kuni buvisining ishga olib boradi. Bozorlik qiladi, kommunal to'lovlarni to'laydi. Buning uchun Lola bu o'zining nafaqa kartasini nabirasiga berib qo'ygan. PIN kodini ham aytgan. Jamshid har kuni shu karta orqali do'konlardan oziq-ovqat xarid qiladi. Marketlarda to'lovlarni amalga oshiradi. Ba'zida bankomatdan 100.000 so'm yechib oladi. Ilgari bu oddiy holat edi. Endilikda bankning kuzatuv tizimi Lola buvining kartasi kuniga bir necha marta turli joylarda, ish joyiga yaqin do'kon, bozor, uydan uzoqroq bankomat ishlatilayotganini aniqlaydi. Bundan tashqari, Jamshid o'zining mobil ilovasi orqali buvining kartasidan boshqa kartalarga muntazam ravishda pul o'tkazib turadi. Masalan, do'stlarga qarz berish uchun. Bank tizimi bu operatsiyalarni shubhali deb baholaydi. Chunki ular nafaqaxo'rning odatiy profiliga to'g'ri kelmaydi. Natijada bank Lola buvining kartasini vaqtincha bloklashi mumkin va Lola bu nafaqa puliga ehtiyoj tug'ilganda puldan foydalana olmaydi. Kartani ochish uchun Lola bu bankka shaxsan borishi, tushuntirish berishi va ehtimol hatto yozma arizalar yozish kerak bo'ladi. Bu esa uning uchun jiddiy noqulaylik tug'diradi. Ikkinchi misol, Ahmad akaning qo'shimcha daromadlari. 72 yoshli Ahmad aka nafaqada bo'lsa-da, bo'sh vaqtlarida mahallasidagi do'konda ozgina yordam beradi. Do'kon egasi ba'zida mayda xaridlar uchun naqd pulsiz to'lovlarni qabul qilish kerak bo'lganida Ahmad akaning nafaqa kartasidan foydalanadi. Ya'ni har kuni bir necha marta mijozlarlar do'konda Ahmad akaning kartasi orqali to'lovlarni amalga oshirishadi. Kartaga kuniga ertalab 1000, tushda 3000, kechqurun 7000 so'm kabi mayda, ammo ko'p miqdordagi mablag'lar kelib tushadi. Bu operatsiyalar Ahmad akaning o'zi emas, balki boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilayotgan ham bank tizimida shubha uyg'otadi. Bundan tashqari, har oyda do'kon egasi Ahmad akaning xizmati evaziga uning kartasiga 500.000 so'm o'tkazib beradi. Bank bu holatni noqonuniy tadbirkorlik faoliyati sifatida baholashi mumkin. Natijada Ahmad akaning kartasi bloklanadi va u nafaqa pulidan foydalana olmaydi. Bankdan tushuntirish so'ralganda u do'konda yordam berganini va bu pullar unga maosh sifatida berilganini tushuntirish kerak bo'ladi. Bu esa moliyaviy tekshiruvlarga va hatto soliq masalalariga olib kelishi mumkin. Uchinchi misol, Farhod amaki va uning katta xaridi. 5 yoshli Farhod amaki bir umr yig'ib qo'ygan puliga nabirasining to'yi uchun televizor sotib olmoqchi bo'ldi. U bank kartasiga tushadigan 1.5 million so'm nafaqa pulini yig'ib borardi. 3 oy davomida u kartasidan deyarli pul yechmasdan faqatgina zaruriy kommunal to'lovlarni to'lab bordi. 3 oy o'tgach uning kartasida 1.500.000 so'm pul yig'ildi. Farhod amaki texnika do'koniga borib, to'g'ridan to'g'ri kartasidan televizor uchun to'lovni amalga oshirmoqchi bo'ldi. Lekin xaridni amalga oshirish vaqtida uning kartasi bloklandi. Sababi bankning xavfsizlik tizimi Farhod amakining kartasida birdaniga yig'ilgan katta summani va uning odatiy xarajatlardan ancha yuqori bo'lgan bir martalik xaridni shubhali deb hisobladi. Bank tizimi nafaqaxo'rning kartasidan 3 oy davomida katta miqdordagi xaridlar bo'lmagani, keyin esa bir kunda birdaniga darpegi 1 million so'mlik xarid qilinganini g'ayrioddiy operatsiya deb topdi. Bunday hollarda bank firibgarlik ehtimolidan shubhalanadi va kartani avtomatik ravishda bloklaydi. Farhod amaki bu vaziyatda bankka borib xaridning maqsadini tushuntirishi, hatto to'yga taklifnoma kabi dalillarni ko'rsatishi ham kerak bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va nafaqa kartangizdan faqatgina o'zingiz shaxsan foydalansangiz, ya'ni naqd pul yechsangiz, do'konlarda oziq-ovqat, dori-darmon xarid qilsangiz, kommunal to'lovlarni to'lasangiz va bu operatsiyalar sizning oylik nafaqa miqdoringizga mutanosib bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Bank sizning kartangizni bloklamaydi, chunki bu odatiy va maqsadli harakatlar hisoblanadi. Misol uchun,
Mubinaxon aya har oyda nafaqasining bir qismini bankomatdan yechib oladi. Qolganini esa do'konlarda kunlik xaridlarga ishlatadi. Uning kartasiga hech kimdan qo'shimcha pul tushmaydi va u boshqa birovga kartasini bermaydi. Bunday holatda Mubinaxon ayaning kartasi hech qanday cheklovlarga duch kelmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoidaning o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Yangi cheklovlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi noaniq holatlar va e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar mavjud. Istisnolar ishonchnoma asosida foydalanish. Agar nafaqaxo'r salomatligi yoki boshqa sabablarga ko'ra bankka shaxsan bora olmasa, u notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma orqali boshqa shaxsga, masalan farzandiga o'z kartasidan foydalanish huquqini berishi mumkin. Bunday holda ishonchnomada aniq ko'rsatilgan vakolatlar doirasida amalga oshirilgan operatsiyalar shubhali hisoblanmaydi. Biroq bu har bir operatsiya uchun emas, balki umumiy vakolat uchun beriladi va bank bu haqda xabardor bo'lishi kerak. Ishonchnoma bilan ishlaydigan shaxs bankka borganida ishonchnomaning asl nusxasini va o'z pasportini taqdim etishi shart. Bu muhim bir jihat. Chunki ko'pchilik ishonchnomani faqat naqd pul yechish yoki hisobni boshqarish uchun deb o'ylaydi, lekin uning doirasida karta orqali to'lovlarni amalga oshirish ham mumkin. 2. Favqulodda vaziyatlar. Ba'zi favqulodda vaziyatlarda, masalan, nafaqaxo'rning shoshilinch kasalxonaga yotqizilishi, tezkor dori-darmon sotib olish zaruriyati, bank tizimi tomonidan vaqtinchalik cheklovlar qo'yilmasligi mumkin. Agar bu holatlar tegishli hujjatlar, masalan, kasalxonadan ma'lumotnoma bilan tasdiqlansa. Ammo bu har doim ham avtomatik tarzda bo'lmaydi va ko'pincha bank bilan aloqa chiqishni talab qiladi. Shuning uchun yaqinlaringiz favqulodda vaziyatlarda nafaqaxo'rning kartasidan foydalanishga majbur bo'lsa, operatsiyadan so'ng imkon qadar tezroq bankka xabar berib, vaziyatni tushuntirishlari kerak. Tuzoqlar va noaniq jihatlar uy. Karta egasining roziligi yetarli emas. Ko'pchilik buvim ruxsat bergan, PIN kodini ham aytgan deb o'ylaydi. Bank uchun bu qonuniy asos hisoblanmaydi. Bank kartasining egasi bo'lmagan shaxsning karta orqali operatsiyalar qilishi, hattoki egasining roziligi bilan ham qoidalarga zid keladi va firibgarlik sifatida talqin qilinishi mumkin. Banklar sizning roziligingizni og'zaki emas, balki rasmiy hujjatlar orqali isbotlanishini talab qiladi. 2. Kichik ammo muntazam o'tkazmalar sizning nafaqa kartangizga doimiy ravishda kichik miqdordagi, masalan, har hafta 2 ming so'm pullar kelib tursa ham, bank buni shubhali deb topishi mumkin. Ayniqsa, agar bu o'tkazmalar turli xil shaxslardan kelib tursa va ularning maqsadi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bu holat o'zini band qilgan shaxslar kabi kategoriyalarga kiradiganlar uchun ham muammo tug'dirishi mumkin. Ular rasmiy daromadga ega bo'lmagan holda xizmat ko'rsatib, pulni nafaqa kartalariga qabul qilishadi. Bank pullarni soliqqa tortilishi mumkin bo'lgan daromad deb baholashi va soliq organlariga ma'lumot berishi mumkin. 3. Onlayn xaridlar va xizmatlar. Agar nafaqa kartangizdan internetda kiyim-kechak, elektronika, onlayn kurslar yoki boshqa narsalarni doimiy ravishda sotib olish uchun foydalanilsa, bu ham e'tiborga tushishi mumkin. Masalan, agar 7 yoshli nafaqaxo'rning kartasidan doimiy ravishda zamonaviy video o'yinlar sotib olinsa yoki onlayn kazinolarda to'lovlar qilinsa, bu g'ayrioddiy holat hisoblanadi. Davlat bir nechta kartalar orqali operatsiyalar. Agar sizda bir nechta bank kartasi bo'lsa va nafaqa kartangizdan boshqa kartalarga muntazam ravishda katta miqdordagi pullar o'tkazilsa, bu ham tekshirishga sabab bo'lishi mumkin. Bank tizimi bunday operatsiyalar zanjirini shubhali moliyaviy sxema deb baholash mumkin. 5. Safar cheklovlari. Agar sizning nafaqa kartangizdan chet elda yoki sizning o'tatiy yashash joyingizdan juda uzoqda joylashgan hududlarda muntazam ravishda foydalanilsa, bank bu holatni g'ayrioddiy deb topishi mumkin. Ayniqsa, agar nafaqaxo'rning o'zi safarga chiqmagan bo'lsa va kartadan boshqa shaxs foydalanayotgan bo'lsa. Misol uchun, Toshkentda yashovchi nafaqaxo'rning kartasidan birdaniga Samarqandda yoki hatto chet elda xaridlar amalga oshirilsa. Bu birinchi navbatda karta o'g'irlangan yoki firibgarlar qo'lga tushgan degan shubhaga olib keladi. Praktik tavsiyalar. Xo'sh, hurmatli nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari, bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib yangi cheklovlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan qochish mumkin? Quyida siz uchun aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, nafaqani maqsadli ishlatish. Eng muhimi, nafaqa kartasini faqat o'zingizning shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlating.
ya'ni oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, uy-joy ijara haqi, transport xarajatlari kabi kundalik ehtiyojlaringizni shu karta orqali to'lang. Agar siz bu kartadan faqat shu maqsadlarda foydalansangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu sizning moliyaviy profilingizni shubhali operatsiyalardan xoli tutadi. Ikkinchi qadam, kartani boshqa shaxsga bermang. Bu eng muhim qoida. Bank kartangizni va PIN kodingizni hech kimga, hatto yaqin qarindoshlaringizga ham bermang. Agar sizning nomingizdan boshqa shaxs kartangizdan foydalansa, hatto sizning roziligingiz bilan bo'lsa ham, bank buni qonunbuzarlik deb hisoblashi mumkin. Uchinchi qadam, agar yaqinlaringiz kartadan foydalanishi shart bo'lsa, agar sizning salomatligingiz yomonlashgan bo'lsa va o'zingiz xarid qila olmasangiz yoki boshqa sabablarga ko'ra bank xizmatlaridan foydalana olmasangiz, ikkita yo'l bor: ishonchnoma rasmiylashtirish. Notariusga borib, ishonchli shaxsingiz, masalan, o'g'lingiz, qizingiz nomiga ishonchnoma rasmiylashtiring. Bu ishonchnomada sizning nomingizdan bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu ishonchnomani bankka taqdim etgan holda belgilangan shaxs sizning hisobingizdan qonuniy ravishda foydalana oladi. Bu eng xavfsiz va qonuniy yo'l. Qo'shimcha karta ochish. Ba'zi banklar nafaqaxo'rning asosiy hisobiga bog'langan qo'shimcha karta ochish imkoniyatini beradi. Bu karta faqat belgilangan miqdordagi mablag'larni ishlatish yoki ma'lum turdagi operatsiyalar uchun ruxsat berishi mumkin. Bu imkoniyatni bank filialida so'rab ko'ring. 4-qadam. Nafaqa kartasiga qo'shimcha pullar qabul qilmang. Agar sizga do'stlar, qarindoshlar yoki boshqa shaxslar pul o'tkazmoqchi bo'lsa, ulardan nafaqa kartangizga emas, balki shaxsiy oddiy debet kartangizga yoki boshqa turdagi kartangizga o'tkazmalar qilishlarini so'rang. Nafaqa kartasiga faqat nafaqa tushishi kerak. Agar sizga biror sabab bilan katta miqdorda pul kelib tushishi kutilsa, masalan, uy sotilgan pulning bir qismi yoki qarz qaytarilishi, bu haqda oldindan bankka xabar berib, pulning kelib chiqishini tushuntirishga tayyor bo'ling. 5-qadam, faol bo'lmagan kartalar. Agar siz uzoq vaqt davomida nafaqa kartangizdan foydalanmasangiz, masalan, bir necha oy davomida umuman operatsiya qilmasangiz, bank bu kartani faol emas deb hisoblashi va vaqtincha bloklashi mumkin. Bunday holatda kartani faollashtirish uchun bankka shaxsan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun har oyda hech bo'lmasa kichik bir operatsiya, masalan, mobil telefoningiz balansini to'ldirish, kichik xarid qilish qilib turing. 6-qadam, o'z bank xabarnomalarini kuzatib boring. Banklar ba'zan o'z mijozlariga SMS orqali yoki mobil ilovalar orqali muhim ma'lumotlar yuboradi. Har doim bu xabarlarni diqqat bilan o'qing. Agar sizga notanish yoki shubhali SMS kelsa, unga javob bermang va bank bilan bog'laning. Firibgarlar ko'pincha aynan nafaqaxo'rlarning soddaligidan foydalanishadi. 7-qadam, bankka murojaat qilish tartibi. Agar kartangiz bloklansa yoki boshqa muammo yuzaga kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Telefon orqali masalani hal qila olmasangiz, shaxsiy pasportingiz va nafaqa kartangiz bilan bankning eng yaqin filialiga boring. U yerda bank xodimlari sizga yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishlari va muammoni hal qilishda yordam berishlari shart. Tushuntirish xati yozishingiz talab qilinishi mumkin. Unda siz yuzaga kelgan vaziyatni batafsil bayon qilasiz. Masalan, yuqorida aytganimizdek, Lola buvining kartasi bloklansa, u nabirasi bilan bankka borib vaziyatni tushuntirishi va agar iloji bo'lsa, nabirasining karta orqali ishlatilgan mablag'larning maqsadini tushuntirish kerak bo'ladi. Kelgusida bunday holatlarning oldini olish uchun nabirasiga o'zining shaxsiy kartasini olishni yoki Lola buvi nomidan rasmiy ishonchnoma rasmiylashtirishni tavsiya etishlari mumkin. Farhod amaki o'zining katta xaridi uchun bankka borganida u televizor sotib olganligini tasdiqlovchi chekni yoki to'yga taqdimnoma taqdim etishi bank xodimlariga tushuntirish berishda yordam beradi. Yakun va so'nggi chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, xulosa qilib aytganda, yangi cheklovlar nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy xavfsizligini oshirishga va ularni firibgarlikdan himoya qilishga qaratilgan. Bu qoidalar siz uchun qiyinchilik emas, balki tartib va xavfsizlik manbai bo'lishi kerak. Shuning uchun iltimos, ushbu videoda aytib o'tilgan barcha tavsiyalarga quloq tuting va ularga amal qiling. Bank kartangizdan to'g'ri foydalanish sizning tinchligingiz va moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu borada sizning qanday fikrlaringiz bor? Sizning atrofingizdagi nafaqaxo'rlar ham shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelishdimi?
fikrlaringizni, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Bu bizga va boshqa tomoshabinlarga ham yangi ma'lumotlar olishga yordam beradi. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, albatta like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Toki keyingi muhim videolarimizni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.